Toshkent shahar havosini ifloslanish nuqtai nazaridan hurmatli prezidentimizni o'ta muhim farmonlari qabul qilindi. Demak, bu farmonga asosan atmosfera havosini yaxshilash bo'yicha maxsus komissiya tuzildi va maxsus komissiyani oldiga bir qator aniq vazifalar belgilab berildi. Demak, mana bugun mana shu vazifalar nuqtai nazaridan hamkor tashkilotlar, ya'ni prokuratura organlari, ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlaridan iborat ishchi guruhlar tuzilib, reyd tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Demak, birinchi navbatda biz sanoat korxonalarida, issiqxona xo'jaliklarida va mana shu Toshkent shahar va Toshkent shahar atrofidagi barcha atmosfera havosiga, umuman olganda tabiatimizga ta'sir qilayotgan barcha faktorlar bo'yicha reyd tadbirlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Ko'mir yoqilg'isida ishlayotgan issiqxona xo'jaliklariga biz aniq talablar belgilab berganmiz va ularga majburiy ko'rsatmalar berilgan. Lekin shunga qaramasdan mana shu ko'mirga moslashgan issiqxona xo'jaliklarida filtr o'rnatmagan holatda foydalanayotgan holatlar, ko'mir o'rniga boshqa yoqilg'i turlaridan, xususan rezina shinalardan yoki mazutlardan foydalangan holatda atmosfera havosiga katta miqdorda zararli ta'sir ko'rsatayotgan korxonalar aniqlanib, ularga tegishli choralar ko'rib borilyapti. Toshkent shaharidagi barcha sanoat korxonalar, birinchi va ikkinchi toifali ta'sir ko'rsatuvchi korxonalar xatlovdan o'tkazilib, bugungi kunda 87 ta korxonani Toshkent shahri markazidan viloyatlarga ko'chirish bo'yicha korxonalar belgilanib, hozirgi kunda bu bo'yicha ham takliflar kiritilgan. Hozir faqat atmosfera havosi bo'yicha emas, olib borayotgan tadbirlarimiz bu demak mana ichki ishlar yoki Milliy gvardiya organlariga bir qancha bizda mavjud bo'lgan demak 9 ta modda bo'yicha vakolatlar berilgan. Ular o'z yo'nalishida mana shu tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar olib borilyapti va bevosita bizda vakolat doiramizga kiradigan 38 dan oshiq moddalar bo'yicha demak bevosita har qanday mana shu tabiatga ta'sir ko'rsatuvchi holatlar bo'yicha tezkorlik bilan demak huquqbuzarlik holatlarini aniqlash va ularga tezkor ravishda demak choralar ko'rish ishlarini olib boryapmiz. Tungi reydlar, bundan tashqari kunduzgi reydlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Tungi reydlar davomida hozir kunda sanoat zonalarida yoki ishlab chiqarish, bundan tashqari issiqxonalarda tashkil etilgan katta qozonxonalarda noqonuniy ravishda yoqilayotgan har xil chiqindilar, mazut yoki rezina mahsulotlarini yoqilishiga qarshi tungi reydlarni amalga oshirmoqdamiz. Hozirgi kunda reydlarimiz davom etmoqda. Ekologiya hamda Toshkent shahridagi poytaxtimizdagi changlanish, havoning ifloslanishiga qarshi kurashib kelmoqdamiz. Ishchi guruhda oldiga qo'yilgan vazifalar asosan shu atmosfera havosiga tashlamalarni kamaytirish, bu tashlamalarni oldini olish va kelgusida bunday qonunbuzarlik holatlarini yo'l qo'ymaslik bo'yicha profilaktika targ'ibot ishlarini amalga oshirish, shuningdek atrof muhitga ifloslantiruvchi moddalarni tashlayotgan holatlarni bartaraf qilish, transport vositalaridan hosil bo'layotgan har xil tashlamalar, changlarni ko'tarilishi bo'yicha ular bo'yicha ham chora-tadbirlar amalga oshirilyapti, ularni bartaraf qilish bo'yicha. Shuningdek, o'sha qurilish ishlarini amalga oshirish davrida atmosfera havosiga turli xil changlarni ko'tarilishini oldini olish, hokimiyat organlari va obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan maxsus texnikalar yordamida yo'llarda changlarni bostirish va daraxtlardagi mavjud changlarni yuvish maqsadida maxsus texnikalar orqali suvlar sepish, issiqxonalar tomonidan yoqilayotgan ko'mirdan foydalanish paytida chang gaz tozalash uskunalarini o'rnatish va ulardan foydalanishni yo'lga qo'yish, shuningdek sanoat korxonalari tomonidan me'yorlarda belgilangan tartibda o'sha tashlamalarning tashlanishi bo'yicha nazorat tadbirlarini amalga oshirish boramiz. Poytaxtimizda hozirda kuchaytirilgan tartibda profilaktik reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bu profilaktik tadbirlarda bizning profilaktik inspektorlarimiz, ya'ni butun favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan Toshkent viloyati, Toshkent shahar hududlarida kuchaytirilgan tartibda ayniqsa tungi vaqtlarda tungi tekshiruvlar, tungi profilaktik tadbirlar amalga oshirib, bunda Ichki ishlar vazirligi, ekologiya tashkilotlari va barcha tegishli tashkilotlar bilan birgalikda kompleks yondashilmoqda va shu bilan bir qatorda bizda tunu kun sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar ham bu ham ekologiya atrof muhitni asrashga kiradi, chunki sodir bo'lgan har bitta yong'in ham atrof muhitga zarar yetkazadi. Hozirda profilaktik inspektorlar tomonidan barcha korxona tashkilotlari, aholi yashash xonadonlarida sovuq kunlar tushishi bilan barcha xizmatlar favqulodda vaziyatlarni oldini olishga kuchaytirilgan tartibda profilaktik targ'ibot tashviqot ishlari ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyalarda, barcha yo'nalishlarda olib borilmoqda. Bunda bir nechta kamchiliklar aniqlanmoqda. Aniqlangan kamchiliklarni tegishli tashkilotlarga berib, tegishli choralar ko'rilmoqda va tekshiruvlarda bir nechta qo'pol ravishda
havoni buzadigan korxonalar ham aniqlanmoqda. Mana Toshkent viloyatida aniqlangan korxonalar ham bugun misol bo'ladi. Hozirda yana bu tadbirlar davom etadi va keyinchalik bunday tadbirlarni samarali bo'lishini ayniqsa eng yaxshi tomoni sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olishga yordam beradi, atrof muhitni asrashga va bu tadbirlar har tomonlama aholini xavfsizligini, sog'lig'ini o'ylagan holda bu tadbirlar amalga oshirilmoqda.